Hech kim ham yo'q. Kalitini olib qo'ying. Voy, kalit yo'q ekan, haydab ketardimi? Balki bu narsa bordir a? Hech kim yo'qmi? Voy, voy. Voy, pullar. Nima? Hech nima qilmadi. Hech kim ko'rmasdan surish kerak. Xuddi mana shunday tarzda avtomashinadan katta miqdordagi pullarni o'g'irlagan shaxs qo'lga tushdi. Gap shundaki, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga Bektemir tumanidagi avtoturargohlarda qarovsiz qoldirilgan Nexia 2 avtomashinasidan 70 million so'm pullar o'g'irlanganligi haqida xabar kelib tushgan. Holat tezkor xodimlar tomonidan o'rganilganda, ushbu shaxs Bektemir tumani Nurafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan avtoturargohda yana bir boshqa transport vositasidan ham 17 million 800 ming so'm pullarni o'g'irlaganligi ma'lum bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli yurtdoshlar, avtomobilingizda qimmatbaho buyumlaringizni saqlamang. Mashinangizni qarovsiz qoldirmang. Ogoh bo'ling. O'zingiz ham eshitib xulosa qilgan bo'lsangiz kerak, ushbu jinoyat sodir etilishida avtomashina egalarining ham hissasi bor, ya'ni ular avtomobilni ochiq hamda qarovsiz holatda tashlab ketgan. Siz bilan ham xuddi mana shunday holat ro'y berishini istamasangiz, bu xatoni takrorlay ko'rmang, ya'ni transport vositangizda birinchi navbatda qimmatbaho buyumlarni saqlamang hamda uni ochiq qarovsiz holatda tashlab ketmang.